Bugungi kunda o'z vazn toifasida oldinlab borayotgan Erkablan To'xtar tajribali jangchi sanaladi. Bundan tashqari oktagon kamarini saqlab turgan jangchidir. Bundan tashqari u juda ham kuchli va tajribali jangchi sanaladi. Ko'plab sport tahlilchi va muxlislar uni o'zbekistonlik Amirxon Alixo'jayev bilan jang qilishini orzu qiladi. Biroq bu hozirda fantastik ssenariy bo'lib qolmoqda. Biroq To'xtarga haqiqiy raqib bo'la oladigan yigit ham bor. U ham bo'lsa Shahzod, ya'ni Gol. Bu yigit hozirda oktagonda ilk debut qilish arafasida. Uning zarbalari juda ham qattiq va tezkor. To'xtarga jiddiy tahdid tug'diradigan yagona yigit bo'lishi ham mumkin. To'xtar esa o'zining kibrli gaplari bilan ham juda mashhur. Men, блядь, MMA-ni naqd qo'yam. Rubitsa deb privarvat stoykadan Rubitsa dedim. Ya'ni u shunday degan. Qo'l jangi bo'ladigan bo'lsa, hammadan men ustunman. Lekin bu safar To'xtar o'ziga o'xshagan jangchini uchratgan bo'lishi ham mumkin. Gold. Bu yigit ko'cha jangida chiniqqan. Tailandda faoliyat olib boradi va u yerning chempioni sanaladi. Uning zarbalari juda ham kuchli, tayyorgarligi esa yuqori darajada. Hozirgi kunda oktagonda o'zini sinab ko'rmoqchi va hatto UFC'ga qadar orzu qiladi. Agarda jang bo'ladigan bo'lsa, qanday natija bo'lishi mumkin? Gold To'xtarni birinchi raundda uxlata oladimi? Albatta, bunday uxlatib qo'yishga Gold tayyor. Endi esa savol tug'iladi. To'xtar bu jangni qabul qiladimi? Fikringizni esa izohlarda yozib qoldiring. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Oktagon kamar sohibi To'xtarmi yoki yangi yulduz Goldmi?